Mana assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun ana shu Mayskidagi chiroyli suvni bo'yida hordiq chiqarib oshna og'aynilar bilan toza havo, mana 2 kundan beri shu yerda dam olyapmiz. Yaxshi dam umrga hamdam deydi. Endi yashash yaxshi. Yaxshi yashash undan yaxshi deydi. Odam xizmat qilib, mehnat qilib dam olishni ham bilish kerak. Mana endi sizlarga hozir ko'rsataman. Mana suvni bo'yi mana. Mana. Ana daryolar. Soy sohili so'lim soy bo'yiga tushdi yo'lim deydi. Ana bu yog'i. Mana bu yog'i majrum tollar, mana o'shada dam oladigan joylar, mana tepada yana dam olishib maza qilib ulfatlar turibdi. Endi hozir ertaman nahorgi choyga tayyorlanishib omonlik bo'lsin, sihat salomatlik bo'lsin.